Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Mana ko'rib turishingiz mumkin, juda ko'pchilik qiziqqan bedanachilik fermasiga bugun mana tashrif buyurdik. Ya'ni videomiz xudo xolasa 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Jo'jalari, tuxumlab turganlari va qafaslari. Xudo xolasa birin-ketin bularning ma'lumotlarini sizlarga taqdim etib qolamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosishni va kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xirmonga baraka, xirmonga akalar, mana bedanani holatini qaranglar. O'zi kichkina bo'lgani bilan tuxumlari yirik parrandalar. Mana birinchi natimani Xirmonni ko'rsataylik. Aka-ukalar, bugungi videoda xudo xolasa buni qisman sizlarga ma'lumotlarni va sotuvda mavjudlari bor, shularni aytib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. Bularda videomizning birinchi qismida jo'jalarni, ya'ni 1 oylikka yaqin bo'lgan jo'jalarni chiqardik. Xudo xolasa 6-may sanasiga ko'ra bularda 1 oylik jo'jalar makonlari sotuvga chiqarkan 13 ming so'mdan. Kimga agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga raqamlarni chiqarib qo'yamiz. Bu tuxumlab turgan parrandalarda mana tuxumlari sotilarga, hurmatli aka-ukalar, bugungi holatga ko'ra buni narxi 350 so'm. Ha, donlariga to'xtaladigan bo'lsa, agarda kimga doni kerak bo'ladigan bo'lsa, maxsus mana o'zini donlari ham sotuvda bor ekan. 1 kilogrammini 4900 so'mdan aytishyapti. Mana bu yerda bedanalar juda ko'p. Jo'jalarning o'zi 15 mingta. Bu yerda ham bir 3-4 mingta tuxumlab turgan tovuqlari bor ekan. Xo'rozlari mabodo kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, oshxonaga yoki bo'lsam choyxona, restoranlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, go'sht mahsuloti sifatida kelishilgan holatda arzonroq qilib xo'rozlarni qilib ham berishar ekan. Agarda shu biznesni boshlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, qafaslari misol uchun kimgadir kerak bo'ladi, kimgadir doni, kimgadir tuxumi va hokazo. Qafaslarini, mingtalik qafaslarining narxi 5,5 million so'mga odorza chiroyli tartibda yasab berish xizmatlari ham bor ekan. Mana bu tuxumlarda qaranglar aka-ukalar. Hozir sizlarga aytilgan bu tuxumlar inkubatsion tuxum emas, ya'ni iste'mol uchun yaroqli bo'lgan tuxumlar 350 so'mdan. Ha, inkubator uchun mabodo sizlarga tuxum kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham tashkillab berish xizmatlari bor ekan. Xo'p, videomiz qisqa va lo'nda bo'ldi. Sizlarga taqdim etadigan videolarimiz shundan iborat edi. Agarda sizlarga videomiz ozgincha manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan g'oyatda xursandmiz. Ekranda pastdagi raqamga bedanachilik bo'yicha qanaqangidir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam xarid qilish istagingiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.